minbar qidirib turib, ana shu minbarga ya Rasululloh ma'ruza qilayotganingizda shu minbarga chiqib ma'ruza qiling deydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomga juma kuni aytib berishadi. Janob Payg'ambar alayhisolatu vassalom ma'ruza qilgani sekin o'tib, ana shu xurmoni oldidan o'tib ketadi. Bari minbarga chiqib o'tirib va'z boshlaydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom va'z boshlayotganlarida haligi turgan, qurigan xurmo xuddi yosh bola yig'lagandek dod deb yig'laydi. Dod deb yig'laydiki, Payg'ambar alayhisolatu vassalom shu minbarlarda haligi xurmoni quchoqlab xuddi yosh bolani onasi qanday yupatsa, Janob Payg'ambar alayhisolatu vassalom ham haligi xurmoni yupatadi. Janob Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilarki, agarda dedi, agarda men bu xurmoni hozir tushib yupatmaganimda, to qiyomatgacha yig'lardi. Ana muhabbat. Bu xurmo qurigan xurmochalik bir muhabbatda bo'ling Payg'ambar alayhisolatu vassalomga deydi. Madina-i Munawvaraga kelgan odamning og'zidan Allohumma solli ala Muhammad degan narsa tushish kerak emas. Madinada har bir bosgan qadamda Allohumma solli ala Muhammad deb bosish kerak. Madina-i Munawvarada o'zi 2-3 kun yurasiz-ku, salotlarni ming aytmasdan bu Madinani tark qilishni kerak emas. Ka'batullohda atrofida qanday parvona bo'lsangiz, Payg'ambar alayhisolatu vassalomning hujrasini oldida ham shunaqa parvona bo'lib o'ting. Mana Rasulullohning oldida turibsiz, oldinga eshiklar ochib, har kuni kirib, 5 bahanda kirib salom berib Rasulullohning oldidan o'ting. Ha? Rasulullohning oldidan o'ting. Rasulullohdan javobni oling. Ana fayz, ana baraka. Ana Payg'ambar alayhisolatu vassalomga bo'lgan muhabbat. Odamlar tashqariga chiqib, Zangor gumbazning orqasida turib yig'lashyapti. Rasulullohga salot salomlarni aytdi. Inshaalloh siz ham bizga shunday nima Xudoy taolo fursat berdi, siz ham biz mana shu yerdamiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalomga muhabbat shu darajada bo'lishi kerak. Keyin so'raganda ham deydi. Namozga kirganda, Xudo manaka deb turib, ha? So'rayotgan narsalar shu darajada bo'lishi kerakki, eng oliy narsa nima bo'lsa, ana shuni so'rash kerak. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning oldilariga bir kishi kirib turib, Assalomu alaykum ya Rasululloh deganda Rasululloh aytdilarki sallallohu alayhi vasallam, so'ra dedi. So'ra, nima kerak senga dedi. Haligi odam bitta tuya bering dedi. Ol dedi. Bitta ho'kiz bering, ol dedi. Bitta qo'y bering, ol dedi. Shunda Payg'ambar alayhisolatu vassalom hali odamlarga bunday qarab turib, hozir masalan nima kerak sizlarga desam, domla bir 100 riyal bering, 200 riyal bering, $1000 bering deyishingiz mumkin-da. Janob Payg'ambar alayhisolatu vassalom hali sahobalarga bunday qarab turib, haligi achchiga kelib aytdiki, sizlar dedilar, Bani Isroildagi haligi bir kampir chaligan emasmisizlar dedi. Bu Bani Isroildagi kampir qanaqa kampir edi desa, Musa alayhisalom Firavnning oldidan o'zini qavmini olib chiqib ketadi-da, ha? Firavnni olib chiqib ketadi-yu, shunda Yusuf alayhisalom undan oldin o'tganda, Firavnga vazir bo'lgan o'zini davrida. Vasiyati bo'lgan ekanki, ey Yahudiylar jamoasi, agarda noboti sizlar ko'chib ketmoqchi bo'lsanglar, meni ham olib ketinglar dedi ekan. Qabrimdan kavlab, meni jasadimni olib birga olib ketinglar. Ashu bizda ertaga boshqa yerga ko'minglar dedi ekan. Shunda Musa alayhisalom ketaman dedi, keta olmaydi. Ketaman dedi, keta olmaydi. Shunda Musa dedi, Yusuf alayhisalomning vasiyatini qiling, keyin Firavn sizga ruxsat beradi, keyin chiqib ketamiz bu yerdan, Misrdan dedi. Shunda qanaqa vasiyati dedi?